Nozim aka, siz uchun jahon chempionati tarixidagi eng kuchli jamoa. Bu men uchun to'g'rimi? Obyektiv bo'lish shart emas. Meni futbolga juda katta qiziqishga sababchi bo'lgan tarkib va terma jamoa 98-yilgi Xorvatiya. Chunki ular ulkan sensatsiya qilgan, meni o'sha yosh qalbimni, yosh ongimni juda bir majlantirgan va o'sha futbolni sevishimga sababchi bo'lgan va o'sha kuchsiz jamoalar ham futbolda nimadir mo'jiza ko'rsata olishini isbotlagani uchun Xorvatiya 98-yilgi tarkibi eng zo'r. Men uchun. Eng kuchli o'yinchi. Jahon chempionatlari tarixidagi juda qiyin savol, lekin men aytgan bo'lardimki, Messi. Hozir endi bunga obyektiv javob beradigan bo'lsak, chunki endi gollar miqdori ham ko'rsatib turibdi bu narsani. Eng chiroyli gol. Eng chiroyli gollar ko'p. Misol uchun Michael Owen'ni Argentinaga urgan goli bor. Argentinaga urmadi, Argentinaga urgan goli bor. Da Thorsten Frings-ni 2006-yilgi Germaniyadagi jahon chempionatida birinchi turda uzoqdan urgan gol bor. Thorsten Frings. Germaniyadagi yarim himoyachi. Ana video izdavomini olyapsiz hozir. Yo, Thorsten Frings hamma esdan chiqarib olgan o'yini. Ну, xo'p, shu Thorsten Frings va Yari Litmanenni 94-yil Sloveniyaga urgan goli. Bu вообще, penaltidan lekin juda chiroyli bo'lgan. Rahmat fikringiz uchun. Rahmat aka.